Mening badanim boshdan oyoq faqat mangla tava. Menda noyda alaydı bir narsa bor. O bo'lsa-mu mening badanim. U faqat va faqat mangla tava. Mening badanim faqatla mening. Bu vaqtimda men hozirgidek emas edim. Keyin cho'ng bo'ldim. Badanimda jiq o'zgarishlar paydo bo'ldi. Men hozir o'zimdan va bu sog'lom badanimdan bek faxrlanaman. Ba'zi chog'larda mening do'stlarimga yaqinlashqim keladi. Shundaq chog'larda badanimiz tegishib ketadi. Dadamni chin quchoqlashni pek yaxshi ko'raman. Uning quchqi har vaqt pek iliq. Momamning quchqida o'tirishmi pek rohat. U chog'da men hatto uning yurak so'qishini anglay olmayman. Meningcha bu vaqtlarni ko'tirish undaq oson ish emas. Ularni chin quchoqlab tutishingiz kerak. Bo'lmasa ular quchoqingizdan serilib chiqib ketadi. Ba'zida do'stim bilan bir-birimizni g'idiqlashib o'ynaymiz, kulib tiliqib qolamiz. Meningcha birsining badanini tutish bek olaydi bir ish. Kimni tutishni va kimning meni tutishini faqat men o'zim belgilayman. Ba'zi chog'larda men hech kimning, hech nimaning menga tegishini xohlamayman. Men boshqalarning meni xohlamasammi, chingni tutib olib g'idiqlashini azroqmi qiziqarliq deb o'ylamayman. Men xalqlarning meni so'yib qo'yishini xohlamayman. Men yana sayli qilib yurgan itlarning menga omroqliqqa kelib, yolab qo'yishini faqat xohlamayman. Boshqalar meni chingni quchoqlab olsa, xuddi ular meni tutib olib birga akitdigandek bek beorom bo'laman. Men boshqalarning meni undaq tutishini yaxshi ko'rmayman. Agar birsi menga chiqilgan chog'da yaxshi ko'rmasam, to'xta, meni tutma, meni bunda xohlagancha tutishingni xohlamayman, deyman. Boshqalar mendan ularni quchoqlab qo'yishimni so'raganda, agar xohlamasam, nihoyat aniq qilib, undaq qilishni xohlamayman, bek rahatsizlandim deyveraman. Hargiz ularni xafa bo'lib qolarmi deb o'ylab qolmayman. Sizmi cho'qib shundaqdan qat'iy holda ochiq qilib, to'xtang, menga tegmang, men xohlamayman dang. Ham sizgimi men hargiz tegmayman, men undaq qilishni yaxshi ko'rmayman dang. Boshqalar menga tegsa rahatsiz bo'lsam, hargiz buningga yo'l qo'ymayman. Yo'q, to'xta, men kimni tutishni va kimning meni tutishini o'zim belgilayman, deyman. Sizmi cho'qim shundaq deyishni o'rganib olishingiz kerak. Ba'zida siz rad qilsangizmi, ba'zi odamlar yana sizga yiqilishib, sizni tutishi mumkin. Shundaq chog'larda cho'qim o'zingizga ishonadigan bir odamga buni deyishingiz kerak. Masalan, opangiz yoki dadangizga. Ular sizga yordam qiladi. Buni cho'qim yaxshi tushunib oling. Badaningiz sizning va u faqat sizga tava.